Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va ayrim hollarda qayta hisob kitob qilish orqali olinishi mumkin bo'lgan. Pullar haqida ko'pchilik pensionerlar to'liq bilmaydi. Ba'zi odamlar yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovni so'ramagan uchun olmay yuradi. Shuning uchun bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bu sizning, ota-onangizning, buvingiz yoki bobongizning puliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni boshqa pensionerlarga ham yetib borishiga yordam bering. Men tajribamda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner pensiyasini oladi, lekin uning tarkibida qanday hisob-kitob borligini bilmaydi. Odam faqat kartaga tushgan summani ko'radi yoki pochtadan olgan pulni sanaydi. Lekin bu pensiya qaysi ish staji bo'yicha hisoblangan, qaysi imtiyozlar qo'shilgan, nogironlik qaramog'ida shaxs borligi, mehnat sharoiti, mukofotli unvon, yoshga doir ustama yoki boshqa asoslar inobatga olinganmi? Buni ko'pincha hech kim batafsil tushuntirib bermaydi. Avvalgi yillarda ko'p masalalar qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Mehnat daftarchasi, ish haqi haqida arxiv ma'lumotnomasi, buyruqlar nusxasi. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan olingan tasdiqlar asosiy rol o'ynagan. Agar hujjatda xato bo'lsa yoki biror yil ko'rinmay qolsa, pensiya kamroq chiqishi mumkin edi. Hozir esa elektron bazalar, shaxsiy kabinetlar, davlat xizmatlari markazlari, o'z kabi tizimlar orqali ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati kengaydi. Lekin muammo shundaki, imkoniyat bor, ammo hamma ham undan foydalana olmaydi. O'zgarishlarning eng muhim tomoni shuki, pensioner endi faqat menga shuncha pensiya tayinlangan ekan deb jim o'tirmasligi kerak. Agar uning ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, ish haqi noto'g'ri olingan bo'lsa, imtiyozli davrlar hisobga olinmagan bo'lsa, nogironlik guruhi yoki qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ustama qo'shilmagan bo'lsa, qayta murojaat qilish orqali pensiyani qayta hisoblatish mumkin. Bu har doim ham avtomatik bo'lavermaydi. Ayrim holatlarda pensionerning o'zi ariza berishi, hujjat taqdim qilishi, izoh talab qilishi kerak bo'ladi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Qo'shimcha to'lov deganda bitta yagona to'lovni tushunmaslik kerak. Bu turli asoslarda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan ustamalar, kompensatsiyalar, qayta hisoblashlar yoki ilgari inobatga olinmagan hujjatlar natijasida pensiya oshishi demakdir. Masalan, bir odamning 3 yillik ish staji bor. Lekin elektron bazada 24 yil ko'rinib qolgan. U qolgan 6 yilni tasdiqlovchi hujjat olib borsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Yana bir odam zararli mehnat sharoitida ishlagan, lekin bu imtiyoz hisobga olinmagan. Agar korxona hujjati yoki arxiv tasdig'i bo'lsa, u ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyaga chiqqanda hujjatlarini o'zi tekshirmaganlar. Ikkinchidan, turli korxonalarda ishlagan, ayniqsa eski zavod, fabrika, kolxoz, sovxoz, qurilish tashkiloti yoki xususiy korxonalarda mehnat qilganlar. Uchinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlar tushunarsiz, muhr yo'q, sana noto'g'ri, lavozim nomi chalkash bo'lganlar. To'rtinchidan, nogironligi bor, qaramog'ida voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxs bo'l pensiyalar. Beshinchidan, faxriy unvon, davlat mukofoti, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomga ega bo'lganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, pensiya tayinlash vaqtida sizga hisob-kitob varaqasi tushuntirilgan bo'lsa, barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lsa, ehtimol sizda katta muammo yo'q. Lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki pensiya masalasida bitta kichik xato ham oyiga 50 ming, 100 ming, 200 ming so'm farq qilishi mumkin. Bir yilga hisoblasangiz bu ancha pul bo'ladi. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Opa 28 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda bazada 25 yil ko'rinadi. Chunki 3 yil boshqa tumandagi maktabda ishlagan davr elektron tizimga kiritilmagan. Opa davlat o'zi biladi deb yuraveradi. Natijada har oy kamroq pensiya oladi. Keyin u arxivdan ma'lumotnoma olib, o'sha 3 yilni tasdiqlasa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar far oyga 20 ming so'm bo'lsa, bir yilda 1 million ming so'm bo'ladi. Bu pul pensioner uchun dori darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqatga katta yordam. Yana bir misol. Aka 15 yil oddiy ishda, 10 yil esa zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlagan.
Lekin pensiya tayinlashda uning zararli sharoitdagi davri oddiy staj sifatida ko'rilgan. Sababi korxona nomi o'zgargan, hujjatlar arxivga topshirilgan, lavozim ro'yxatida boshqacha yozilgan. Aka buni bilmaydi. Agar u arxivdan lavozimi, ish sharoiti va ishlagan davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olsa, ba'zi hollarda imtiyozli hisob kitob qo'llanishi mumkin. Bu har bir holatda alohida tekshiriladi. Lekin murojaat qilmasdan turib natija bo'lmaydi. Uchinchi misol, pensioner ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan, o'zi esa kam pensiya oladi. Ayrim holatlarda boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq huquqlar yoki boshqa pensiya turiga o'tish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Hamma ham avtomatik ravishda eng foydali variantga o'tkazilmaydi. Men bunday vaziyatda har doim ikkita savolni berishni maslahat qilaman. Mening hozirgi pensiyamdan boshqa pensiya turi foydaliroq bo'lishi mumkinmi? Va marhum turmush o'rtog'imning ish staji hamda ish haqi hisobga olinsa, qanday farq chiqadi? Bu savollarni yozma arizada berish kerak. 4-misol. Bir pensionerning qaramog'ida nogiron farzandi yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bor. U bunga bog'liq qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Pensiya bo'limida esa hujjat taqdim qilinmagan uchun bu holat ko'rinmaydi. Natijada odam haqiga ega bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mablag'dan foydalanmaydi. Bu yerda asosiy narsa hujjatdir. Tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, yashash joyi bo'yicha tasdiq, qaramog'ida ekanini ko'rsatuvchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Men yashirishmoqda degan gapni ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Ko'pincha bu ataylab kimdir pulingizni bermayapti degani emas. Muammo tizim murakkabligida, pensionerlarning huquqiy savodxonligi pastligida, hujjatlarning eski va tarqoq bo'lishida, hamda ko'p to'lovlar ariza asosida ko'rib chiqilishida. Agar siz murojaat qilmasangiz, hech kim sizning 1978-yildagi ish joyingizni o'zingizlab arxivdan olib kelmaydi. Agar siz qaramog'ingizda kim borligini bildirmasangiz, tizim buni har doim ham to'liq aniqlay olmaydi. Shuningdek, ayrim pensionerlar savol berishga uyaladi. Menga shuncha chiqibdi, demak shuncha ekan deb o'ylaydi. Ba'zilar esa idoraga borganda hammasi to'g'ri degan og'zaki javob bilan qaytib ketadi. Men og'zaki javobga tayanmaslikni maslahat beraman. Pensiya masalasida har bir savol yozma bo'lishi kerak. Yozma ariza bo'lsa, unga yozma javob berilishi kerak. Yozma javobda esa sabab, hisob kitob, rad etish asosi yoki qaysi hujjat yetishmayotgani ko'rsatiladi. Yana bir muhim sabab, pensiya hisob kitobi oddiy odam uchun tushunarsiz ko'rinadi. Ish staji, o'rtacha ish haqi, bazaviy miqdor, ustamalar, indeksatsiya, pensiya turi, qonuniy cheklovlar bir-biriga aralashib ketadi. Shuning uchun odam baribir tushunmayman deb tashlab qo'yadi. Lekin men aytaman, siz hammasini hisoblashni bilishingiz shart emas. Lekin siz nimalarni tekshirtirishni bilishingiz shart. Mana shu farq juda muhim. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Har bir pensioner qo'shimcha to'lov oladi deb o'ylash noto'g'ri. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, staj to'g'ri kiritilgan bo'lsa, imtiyozli asos bo'lmasa va qaramog'ida shaxs bo'lmasa, nogironlik yoki boshqa maqom bo'lmasa, qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Bu normal holat. Lekin tekshirib ko'rish baribir foydali. Chunki siz kamida o'z pensiyangiz to'g'ri hisoblanganiga ishonch hosil qilasiz. Yana bir istisno, hamma eski hujjat ham qabul qilinavermaydi. Masalan, mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin muhr yo'q yoki buyruq raqami noto'g'ri bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ish haqidagi ma'lumotnomada korxona rekvizitlari, arxiv tasdig'i, imzo va muhr bo'lishi kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak bo'ladi. Ba'zan bitta ma'lumotnomani olish uchun tuman arxivi, viloyat arxivi yoki sobiq korxona huquqiy vorisiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Yana bir nozik nuqta bor. Pensiyani qayta hisoblash har doim ham o'tgan yillarning hammasi uchun pul qaytariladi degani emas. Qaysi kundan boshlab qayta hisoblanishi arza sanasi. Hujjat taqdim etilgan sana va amaldagi qoidalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hech qachon kutib yurmang deyman. Agar sizda shubha bo'lsa, bugun murojaat qiling. Ertaga emas, keyingi oy emas. Aynan imkon topgan zahoti. Chunki arza sanasi keyingi hisob-kitobda muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar agar tekshirtirsam pensiyam kamayib qolmaydimi deb qo'rqadi. Bu savol ham o'rinli. Nazariy jihatdan agar ilgari xato bilan ortiqcha hisoblangan holat aniqlansa, masala alohida ko'rib chiqilishi mumkin.
Lekin siz faqat ma'lumot so'rab, hisob kitobni tushuntirishni talab qilsangiz, bu sizning qonuniy huquqingiz. Men maslahat beradigan yo'l shuki, avval pensiya ishi bo'yicha batafsil ma'lumot va hisob kitobni oling. Keyin yetishmayotgan joylarni hujjat bilan to'ldiring. Har bir harakatni shoshmasdan dalil bilan qiling. Eng ko'p uchraydigan xato bu ish stajidagi bo'shliqlar. Masalan, odam 1995 yildan 1992 yilgacha ishlagan, lekin daftarchada 1998 yilgi yozuvda xato bor. Tizim bu davrni to'liq tan olmaydi yoki qo'shimcha tasdiq so'raydi. Pensioni esa buni bilmaydi. Shuning uchun mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Ishga qabul qilingan sana bormi? Ishdan bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Korxona muhri tushganmi? Ism, familiyangiz pasport bilan bir xilmi? Ikkinchi xato familiya o'zgarishi bilan bog'liq. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Arxiv ma'lumotnomasida esa boshqa yozilish bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumot, tug'ilganlik guvohnomasi ayrim hollarda juda muhim bo'ladi. Bitta harf farqi ham masalani cho'zishi mumkin. Uchinchi xato ish haqi davrini tanlashda bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida ayrim davrlar foydaliroq bo'ladi, ayrim davrlar esa kamroq natija beradi. Masalan, odamning so'nggi yillardagi ish haqi past bo'lgan, lekin oldin yaxshi maosh olgan davri bo'lgan. Agar qonun ruxsat bergan tartibda foydaliroq davr tanlansa, pensiya yuqoriroq chiqishi mumkin. Buni pensionerning o'zi ko'pincha bilmaydi. Shuning uchun qaysi ish haqi davri asosida hisoblangan degan savolni albatta bering. 4-xato qo'shimcha maqomlarni bildirmaslik. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Mog'idagi shaxs paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Pensioner tekin yoshga kirgan bo'lishi mumkin. Ayrim toifadagi faxriylar uchun ustamalar bo'lishi mumkin. Bularning hammasi alohida hujjat talab qiladi. Ular o'zi biladi degan fikr ko'p hollarda zarar keltiradi. Davlat tizimlari rivojlanmoqda, lekin sizning shaxsiy holatingizni to'liq tekshirish baribir o'zingizning faolligingizga bog'liq. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam pensiya tayinlangan bo'limga yoki yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar borishga qiynalsangiz, yaqin qarindoshingiz yordam berishi mumkin. Lekin ayrim hollarda ishonchnoma kerak bo'ladi. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ma'lumot olish imkoniyatlarini so'rang. Maqsad bitta, pensiyangiz qanday hisoblanganini ko'rish. Ikkinchi qadam yozma ariza tayyorlang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha hisob kitobni, ish stajim qaysi yillar bo'yicha inobatga olinganini, qaysi ish haqi davri asos qilib olinganini, qanday ustamalar qo'shilganini va qo'shimcha to'lov olish huquqim bor yo'qligini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Bu jumla oddiy, lekin juda kuchli. Chunki u umumiy pensiyamni oshirib bering demaydi. Balki aniq ma'lumot talab qiladi. 3-qadam hujjatlarni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy xizmatga oid hujjatlar bo'lsa ular, ish haqi haqida ma'lumotnomalar. Arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Aslini topshirib yubormang. Faqat talab qilinganda ko'rsating yoki belgilangan tartibda nusxa topshiring. 4-qadam arxiv bilan ishlang. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, hujjat yo'q deb darrov taslim bo'lmang. Tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq korxonaning huquqiy vorisi, yuqori tashkilot yoki kadrlar bo'limi hujjatlari bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy manzil, ism familiyangizning o'sha davrdagi ko'rinishini yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, topish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam. Javobni kuting va uni tahlil qiling. Agar sizga qo'shimcha to'lov mavjud emas deb javob berilsa, sababini o'qing. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davrdan olinmadi? Qaysi qoida asosida rad etildi? Agar javob noaniq bo'lsa, qayta ariza yozing va aniq izoh so'rang. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki huquqiy maslahat markaziga murojaat qiling. Men har doim aytaman, og'zaki bahslashishdan ko'ra yozma savol va yozma javob ancha kuchli. 6-qadam, kartaga tushayotgan summani ham kuzating. Pensiya oshdi deyilsa, qaysi oydan boshlab oshganini, farq puli bo'lsa, qachon tushishini aniqlang.
Ba'zan pensionerga hisoblandi deyishadi. Lekin odam summani tekshirmaydi. Siz har oy tushgan pulni yozib boring. Masalan, yanvarda 1 milyon 900 ming, fevralda 1 milyon 900 ming, martda 2 milyon 50 ming bo'ldi. Nima uchun oshdi? Qaysi ustama qo'shildi? Buni bilib qo'ying. Bu keyingi nizolarning oldini oladi. Men pensionerlarga, ularning farzandlariga bir oddiy maslahat beraman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta jiddiy tekshirib chiqing. Ko'p oilalarda farzandlar telefon, kommunal to'lov, bank kartasiga yordam beradi, lekin pensiya hisob kitobini so'ramaydi. Aslida esa bu juda muhim. Bir kun vaqt ajrating, mehnat daftarchasini suratga oling. Hujjatlarni papkaga joylang, pensiya bo'limiga birga boring. Katta yoshdagi odamga idorada savol berish qiyin bo'lishi mumkin. Siz yordam bersangiz, natija tezroq chiqadi. Ariza yozishda hissiyotga berilmang. Meni aldayapsizlar, pulimni yashiryapsizlar deb boshlash foyda bermaydi. Aniq, xotirjam va huquqiy tilda yozing. Pensiyam qayta hisoblanishini so'rayman, chunki falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki qaramog'imdagi shaxs bo'yicha ustama mavjudligini tekshirishingizni so'rayman deb yozing. Shunda masala ancha professional ko'riladi. Agar hujjatlaringizda xato bo'lsa, uni tuzatish yo'lini so'rang. Ba'zan arxiv ma'lumotnomasi yetadi, ba'zan sud orqali faktni belgilash talab qilinishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasidagi ism noto'g'ri yozilgan, lekin boshqa hujjatlar bilan aynan siz ishlaganingiz ko'rinib turibdi. Bunday vaziyatda huquqshunos bilan maslahatlashish foydali bo'ladi. Muhimi, xato bor ekan, bo'lmadi deb to'xtamang. Ko'p xatolarni qonuniy yo'l bilan tuzatish mumkin. Yana bir maslahat. Barcha murojaatlaringizdan nusxa olib qo'ying. Ariza topshirsangiz qabul qilingan sana va raqam bo'lsin. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Javob kelgan bo'lsa, uni yo'qotmang. Bugun kerak bo'lmasa ham, ertaga kerak bo'lishi mumkin. Pensiya masalasida dalil va hujjat eng katta himoya vositasidir. Bugun men sizga pensiyaga qo'shimcha to'lovlar va qayta hisob-kitob masalasida eng muhim narsani tushuntirdim. Ko'p holatda pul o'z-o'zidan kelmaydi. Uni olish uchun huquqingizni bilishingiz, hujjatlaringizni tekshirishingiz va yozma murojaat qilishingiz kerak. Ish staji, ish haqi davri, imtiyozli mehnat, nogironlik. Qaramog'dagi shaxslar, familiya o'zgarishi va arxiv hujjatlari pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, bu videoni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang. Ota-onangiz, qo'shningiz, mahallangizdagi pensionerlarga ham ayting. Balki kimdir aynan shu ma'lumot sabab har oy qo'shimcha pul olishni boshlaydi. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya hisob kitobini tekshirtirganmisiz? Qo'shimcha to'lov chiqqanmi yoki rad javobi berilganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga oddiy tilda aniq misollar bilan foydali huquqiy va ijtimoiy ma'lumotlarni yetkazishda davom etaman.